Farg'ona shahar Kirgili 16-maktab yaqinida kiyganman. 16-maktab yaqinida 4 qavatli yangi planirovkali uyning 3-qavatida 2 xonali 3 xonaga moslangan kvartiramiz mana zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Hozir to'liq mana kvartirani ko'rsatib o'taman, oxirida narxlar bilan tanishtirib o'taman. Kvartiramiz mana koridor qismi, har bitta xonaga alohida eshik orqali kirasiz. O'ng qo'lda mana spalniy qismi. Remontlari yaxshi holatda, bemalol bitta oila kirib yashasa bo'laveradi. Hop, to'g'rida mana o'zining kladovkasi bor. Kladovkasi ham mana kattagina. Hop, koridor bo'ylab kelganimizda chap qo'lda mana sanuzelari alohida bo'ladi. Mana vannaxonasi ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi holatda. Qishin yozin sovuq suvlar keladi. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Mana sanuzel qismi. Hop, mana endi oshxona qismi, choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi holatda, toza, pokiza. Mana endi 6 metrli verandasi, verandaga oshxona chiqarilgan gaz bilan rakvina. Gazlari o'ta baland. Mana ko'rishingiz mumkin, shinam, yorug', toza, pokiza kvartira. Verandada mana zalga o'tganimizda, zalda ham mana remontlari yaxshi holatda. Bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. Ushbu kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Narxiga kelsak, narxi 24500. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamga telefon qilib videoga like bosib, uy so'rab yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Podpisani unutmaymiz. Sizlarga chiroyli, arzon uylar topishda davom etamiz.